Vahshiylar qo'lida bunchalar mehribon bo'lib ulg'aygan bu qiz. Gulchehonning ahvoli nima kechdi ekan-a? Umida, bunday mehrni qayerda o'rgangansan? Mehrni oyimdan ko'rganman. 8 yoshimda adam va oyim vafot etishdi. Tog'am mening kafilim bo'ldi. Va ular uyimizga ko'chib kelishdi. Ovqat pishirishga undan o'rgangan. Keyin-chi o'rgatmaydimi? Faqat buyuradi. Bajarolmasam jazo beradi. Assalomu alaykum opa. Men Gulchehonning dugonasiman. Chaqirib bera olasizmi? Adashmasam, Gulchehonning 3 ta o'g'il bola do'sti bor edi. Gulchehon hozir turnirga tayyorlanyapti-da. Hozir chaqirsa jahli chiqadi. Maktabda ko'rishib qol, xo'p? Tinchligim uyimgacha gapsan. Fizikadan qiynalganim uchun sendan yordam so'ragan keldim. Qachondan beri repetitoring bo'lib qoldim? Fizikani senchalik biladigan yo'q-da sinfda. Sardor rashk qildingmi deyman. Yo'q-e. Agar yana Sardorni oldida o'ralashib yursang, mendan yaxshilik kutma. U rol o'ynayapti. Senga aytgandim-ku, ishonmagan unga deb. Nima kerak bor senga shu muammolar, qo'ygin shuni. Sardorni boshini aylantirish uchun o'zidan nozik qizchani yasab olyapti oldida. Axir qanaqa bunaqa rol o'ynash mumkin? Gapini eshiting. Unga bas kela olmaysan baribir ham.